Mana bugungi pechkamiz Urgut rayoni Tersak 1 mahallasiga istanovka qilindi. Mana bu 50 kvadratlik uy mana bu. Mana istanovka qilib yoqib qo'ydik. Umuman dud tashqariga chiqarmaydi. Ekonom pechkalarimiz. Elyor aka, isitishga nima deysiz aka? Isitishi zo'r, mana gullatyapti mana. Aha. Endi qish kuniga maza qiladi bular. Shundoq, inshaalloh. Tutun qarasa kraskaniki bu. O'sha tomonda tutun yo'q. Kraska tutuni nima qilib turibdi? Endi arqa tarafini issig'ini ayting o'zingiz. Hozir qaraylik arqa tarafiga. Ham ikki tomonga birdek. Mana bu arqa tarafi, bu 60 kvadratli uy. Mana bu arqa tarafi. Tomondan isitishi. Hop, arqani ko'proq. Ha? Ko'proq. Ko'proq, ha? Arqa tarafini issig'i qandoq ekan, Elyor aka bu? Arqa tarafniki ham zo'r. Materialga bog'liqda. Shundoq. Nima yoqishga bog'liq. Qog'oz yoqsa, Shundoq. qog'oz deydi.